Mana endi menimcha haqiqiy Dilmus brend fesiga aylandim desam ham bo'ladi. Sababi tayyor ro'mol sharflarimizda ana endi Dilmus logosi bilan mana rasmimni ko'rasizlar. Balki bu kim uchundir kichkina narsadir. Men uchun juda ham katta yutuq. Sababi millionlab O'zbekistondagi qizlar ichida aynan Dilmus uchun meni brend face qilib tanlashgani uchun men juda ham xursandman va shunaqa xursandchiligimni sizlar bilan bo'lishkim keldi. O'rtoqlar, meni necha yildan beri qo'llab-quvvatlab kelayotgan, meni iliq kutayotgan, meni yaxshi ko'radigan har bir mijozlarimizga men katta rahmatimni aytib qolaman. Sizlarni hech qanaqa sababsiz chin yuragimdan samimiy juda ham yaxshi ko'raman. Sizlar bilan necha yildan beri уже opa-singilda ham bo'lib ketganmiz. O'rtoqlar, nima deysizlar? Qalay chiqibdi rasmlar? O'xshabdimi menga? Katta assortimentda Dilmus brendi asosida ishlab chiqarayotgan ro'mol sharflarimizni Rendilikda shunaqa brendimiz bilan va mana shunaqa rasmlarim bilan ko'rasizlar. Agar yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Barchalarni barcha Dilmus filiallarida kutib qolamiz. Ro'molni begona qilmanglar.